Aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 9-apreldan 12-aprelgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, ushbu video ostidagi like va obuna tugmachalarini bosishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga katta rahmat. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7 dan 12 metrgacha tezlikda esadi. Harorat 9-aprel kuni kechasi 6 dan 11 darajagacha, kunduzi 20 dan 25 darajagacha bo'ladi. 10-dan 12-aprel kunlari kechasi 10 dan 15 darajagacha, kunduzi 23 dan 28 darajagacha bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan sharqqa o'zgarib, sekundiga 7 dan 12 metrgacha esadi. Harorat 9 va 10-aprel kunlari kechasi 8 dan 13 darajagacha, kunduzi 20 dan 25 darajagacha bo'ladi. 11 va 12-aprel kunlari kechasi 10 daraja, kunduzi 23 dan 28 darajagacha bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan sharqqa o'zgarib, sekundiga 7 dan 12 metrgacha esadi. Harorat kechasi 8 dan 13 darajagacha, kunduzi 20 dan 25 darajagacha bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol yo'nalishini o'zgartirib, sekundiga 7 dan 12 metrgacha esadi. Harorat 9-dan 11-aprel kunlari kechasi 8 dan 13 darajagacha, 12-aprel kuni kechasi 10 dan 15 darajagacha bo'ladi. Kunduzi 9 va 10-aprel kunlari 20 dan 25 darajagacha, 11 va 12-aprel kunlari 23 dan 28 darajagacha bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 11-aprel kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatiladi. Shamol sharqdan sekundiga 7 dan 12 metrgacha esadi. Harorat kechasi 9 dan 11-aprel kunlari 8 dan 13 darajagacha, 12-aprel kuni 10 dan 15 darajagacha bo'ladi. Kunduzi 9 va 10-aprel kunlari 20 dan 25 darajaga. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 9 va 10-aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 11 va 12-aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 5 dan 10 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 8 dan 13 darajagacha bo'ladi. Kunduzi 9-aprel kuni 15 dan 20 darajagacha, 10-dan 12-aprel kunlari 20 dan 25 darajagacha bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7 dan 12 metrgacha esadi. Momaqaldiroq paytida 8 metrgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 2 dan 7 darajagacha, kunduzi 9-aprel kuni 7 dan 12 darajagacha, 10-dan 12-aprel kunlari 10 dan 15 darajagacha bo'ladi. Ma'lumotlar meteorologiya xizmatining rasmiy veb-saytiga asoslanadi. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz yanada tez rivojlanishi uchun iltimos, video ostidagi like va obuna tugmachalarini bosishni unutmang.